Assalomu alaykum qadrli do'stlar, tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Birodarlar, bugun Andijon viloyati aeroporti yo'lida joylashgan Elegant savdo magaziniga kelganmiz. Elegant savdo magazinida asosan generator, eng asosan generatorlar ishlab chiqarib, o'zlari ham ishlab chiqarishar ekan, mana shunaqa chet eldan olib kelishar ekan. Buni qayerdan olib kelishini hozir bilmayman. Bitta akamiz bor, Asha akamiz to'liq ma'lumotni beradi, xudo xolasa. Video ma'qul kelib, yaxshi video bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hozirdan bittadan like bosib qo'yaveringlar obunachilar. Akalar, mana akamiz kelyapti, xudo xolasa ma'lumotlarni beradi. Aka, assalomu alaykum. Hormanglar. Assalom, salomatmisiz? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Xudoga shukr. Aka, mana shunaqa yangi texnikalar olib kelyapsizlar ekan. Bu generator deydi-da, aka buni. Generator tok ishlab chiqaradi. Albatta. Xo'p. Bu uskunamiz nimada ishlaydi aka? Bu generator to'liq ma'lumotlarni beraversangiz aka. Albatta. Hozir bu generatorimiz siz ko'rib aytib turgan generatorimiz 50 kilovatlik tok quvvat chiqaradi. Xo'p, buni ishlashi aka bu dizelga ishlaydi, saralkaga ishlaydi. Saralkaga ishlaydi. Bu 380 volt, 220 voltdan 380 volt chiqaradi aka. Xo'p, buni qulaylik tomoni bu Elegant firmamizdan qulaylik tomoni bunimizni aviri bor. Avir bu avtomat. Uni xususiyati o'zi yonadi, o'zi o'chadi, avtomat. Aka, hozir kameramni olib kelib oladi. Bemalol. Xo'p, aka, endi tushuntirish beraversangiz, o'zi yonadi, avialari bor dedingiz, mana yana tushuntirish beraversangiz. 50 kilovatli generatorimiz. Xo'p, bu avtomat hisoblanadi. Monitorlari bor. Monitorda barcha ma'lumotlarni monitorda berib boradi. Qancha ishlayapti, qancha ishladi, qanaqa quvvatda ishlayapti, hammasi monitorda beriladi. Ko'rsatib turiladi. Albatta. Bu yerda bu saralkani, yoqilg'ini ko'rsatib turadigan datchigi. Xo'p, buni aviri shu ATS deyiladi. Bu avtomat o'zi yonadi, o'zi o'chadi bu. Xo'p, sizda o'zingizdagi davlat toki qachonki o'chib qolsa, bunga ma'lumot keladi. Bu o'zi avtomatik generatorda yurgizadi. Shu ko'rib turgan 50 kilovatlik quvvatga ega generatorda yurgizadi. Keyin qachonki davlat toki keladigan bo'lsa, bunga ma'lumot keladi, bu o'zini o'chiradi, keyin yana sizga qayta davlat tokini ulab beradi. Siz hech narsa qilmaysiz, hamma narsani o'zi kompyuter o'zi avtomat qiladi. Siz faqat saralka qo'yasiz, bo'ldi. Bunimiz 50 kilovat tok chiqaradi, quvvat chiqaradi. Xo'p, bularimizni garantiyasi 1 yillik servis garantiyasi bor Elegant firmamizdan. 1 yillik garantiyasi bor. Albatta. Hozirgi kunda bizda bu generatorlarimizni 3 kilovat eng kichkina quvvat chiqaradigan 3 kilovatdan tortib 350 kilovatgacha bor. Xo'p, aka, bu mana katta ekanda, bu eng kattasi shumi aka? Hozircha shu kattasi. Eng kattasi shu bo'lsa aka, bu qayerda mahsuloti aka? Xitoyda mahsuloti. Xitoyda mahsuloti. Xitoyda original mahsuloti. Yana bitta savol aka, bu narsani endi qanaqa joylarga qo'ysa bo'ladi bu narsani? Katta ishlab chiqarishlar, sement zavod, shunga o'xshagan katta zavodlarga, firmalarga, katta binolarga o'rnatiladi. Buni quvvati 350 kilovat. Xo'p, tushunarli. Bu ham dizelda yuradi. Buni ham avirlari, abagiriflari, hop, zamonaviy turbo motor bilan mana ko'rishingiz mumkin. Qani motorlarni ham ko'rsating. Jihozlangan. Mana turbo motor deyiladi, turbo kompressor deyiladi. Oldingi eski modellarda bunaqa bo'lmagan. Xo'p, kilometrlargacha bor. Ha, 24 kilometr ikkitami ekan aka? Hisoblanadi. Bunisi 50 kilovat deymiz, 24 voltga yuradi. Shuni hisobiga ikkita 12 lik akkumulyatordan bor. Xo'p, shunga yuradi. Xo'p, qish kunida, sovuq kunlarda, ob-havo sovuq kunlarida abagirif deyiladi. Bu 45-50 gradusga sizga motor antifriz suvlarini, antifrizlarni 45-50 gradusga isitib turadi. Sababi motorni yurgizishingizga quvvat olib ishlab ketishligi uchun xizmat qiladi.
Bu antifrizda isitib turadimi aka? Antifrizda doimiy isitib turadi. Oddiy mashinalarda antifriz sovutadi-ku. Bunda isitib turadimi? Yo'q, qishki kunida motor sohasini isitish uchun xizmat qiladi u. Xo'p, tushunarli. Kerakli ma'lumotlarni berdik mana qo'ldan kelgancha. Endi kimgadir shu narsa qiziq bo'lsa, bemalol kelib akalarimizga murojaat qilib, telefon nomerlarini ham qoldiraman, manzillarni ham to'shni aytdim. Aka, Toshkentda ham joylar bor ekan, qayerda? Toshkentda ham joyimiz bor. Telefon raqamini qoldiramiz, shunga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Andijon xalqaro aeroporti yo'lida joylashgan, Charimxo binosida joylashgan elegant savdo do'koni. Mana Charimxo. Shundan bilib olsanglar ham bo'ladi. Yana bitta tashqarini videoga olib qo'yaman, to'liq tushuntirib. Xo'p, aka, o'zingizlar ham generator yasab xalqimizga tavsiya qilyapsizlar ekan aka. Ha, bizda hozirgi kunda ustalarimiz yasayotgan 10 kilovatlik, 20 kilovatlik generatorlarimiz bor. Ular asosan mashina, avtomobilni motoridan yasaladi. Xo'p. Hozirgi kunda 1.6 Lacetti motor, Optra motor, koreyskiy motorlardan qilinayotgan generatorlarimiz bor. Ularning quvvati 20 kilovat quvvat chiqaradigan generatorlar yasalyapti. Ko'rishingiz mumkin. Qisqacha to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Ustaka. Hormaylar akalar. Assalomu alaykum. Ko'rib turganinglar shu 1.6 Lacetti motor, Optra motor, koreyskiy hisoblanadi. Bu ham buni qulayliklari qanaqa aka? Qulaylari bu metanga ham yuradi, undan tashqari propanga ham yuradi. Xo'p, o'zimizda tabiiy gaz, tabiiy metanga yuradi. Xo'p, buni rasxoti metanga yuradigan bo'lsa, soatiga 5000-6000 atrofida rasxot qiladi. Bir soatiga. So'mda 5000-6000 so'm. 5000-6000 so'mda rasxot qiladi soatiga. Xo'p, buni quvvati 20 kilovat tok chiqaradi. Xohlasangiz 220 ishlatishingiz mumkin, xohlasangiz 380 volt foydalanishingiz mumkin. 380 ham chiqarib beradi bu ham. 380 volt ham chiqaradi, ha. Tushunarli. Buni hozir propanga qo'yganingizda, propanni 2,5-2 litr atrofida rasxot qiladi soatiga. Hisobda bitta to'ldirilgan ballon 15 soat, 17 soat atrofida yonib beradi. Bunga Lacetti motor, 1.6 motorga qo'shimcha orqasiga generator, bizda endi dinam deb qo'yishadi. Shunaqa dinam qo'yiladi. O'shundan 20 kilovat tok chiqarib beradi. Albatta. Hozirgi kunda o'zlari yasayotgan, ustalarimiz yasayotgan 1.6 Lacetti motorimiz shu. Xo'p, aka, buni ballonlarni ham qo'shib berasizlarmi o'zingizlar? Ballon, propan ballon, gaz, metan gazi. Metan gaz qo'yib beramiz. Mana bu ko'rib turgan bo'sh turgan joyga Hop, metan ballon qo'yiladi. Bu yerga metan ballon qo'yiladi. 100 talik. 100 talik ballon qo'yib beriladi. Shundan bemalol foydalanish mumkin. Hop, tushunarli aka. Buni narxi necha pul aka buni endi? Buni hozirgi kunda narxi $3000. $3000 belgilangan hozirgi kunda. Obunachilar, yana bitta narsa, bu narsani mana hozir bugun necha aka? Bugun 13 kuni olyapmiz. Misol uchun 2 yildan keyin ko'rib, shu videoni ko'rib, 2 yildan keyin narxlari o'zgarib ketishi mumkin. Shu narsani ham aytib o'tamiz. Albatta. Hozirgi kungi holatga $3000. Yana ozgina kami ham bor, aka, yo kamini kelishib, uni klienti sharoitiga qarab kelishamiz. Xo'p, tushunarli. Gulshitirlarigacha hamma yo'q bor ekan. Albatta, ja unaqa shovqin emasmi bu? Yo'q, shu o'zimizni oddiy mashina yurib turgandaqa shovqin chiqadi bundan. Bu mashinada motor sohasida nimaiki kerakli jihozlar bo'lsa, shular bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, mana radiatorlar bilan jihozlangan. Radiator motor qizib ketgandan keyin sovutishga xizmat qiladi. Bu reduktorlari ham yangi ekanda, aka? Reduktor hamma narsasi yangi qilinadi. Bir chekadan ko'zdan kechirib, ustamiz bor, katta ustamiz bor. Bir chekadan har bir detalni o'z qo'lidan o'tkazib, ko'rib, joy-joyiga qo'yib teradi. Bunimiz tayyor bo'lish kun davomiyligi 15 kun, 10 kun atrofida o'tadi. Xo'p, 15 kun, 10 kun. Mabodo yo'q bo'lsa ham, misol uchun 15 kun, 10 kun albatta kutib, zakaz berib olib ketishinglar mumkin. Hozirgi kunda zakazlarimiz ko'pligi sabab 1 oy atrofida bitkazib berishimiz mumkin. Xo'p, tushunarli.
Akalar, bu manaqa qo'lda yasalgan generatorimiz haqida usta akamiz ma'lumot berar ekan. Usta akamizning nomerini qoldiraman. Mana shu joyda usta akamizning nomeri bor. Agar kimdadir mana shunaqa generator bo'lsa, bemalol olib kelsanglar, manzilda aytaman. Olib kelsanglar, bemalol akamiz chiroyli qilib o'rnab beraman, deyapti. Xo'p, shunaqa gaplar akalar. Bemalol murojaat qilib telefon qilaverasizlar. Mana qadrli obunachilar, naryoqda ko'rgan katta generatorlar, katta zavod yoki bo'lmasa kattaroq magazinlar bo'lsa, o'shaqa joylarga yaxshi bo'ladi. Mana akalarimizda xonadon uchun, ya'ni uy sharoitida uyingiz uchun mana svet ko'p o'chadigan joylarga shunaqa kichkinaroq generatorimiz ham mavjud ekan akalarimizda. Bu haqida ham bitta ma'lumot beradi. Aka, bu necha kilovatli bu? Xo'p, bunimiz bo'lmasa aka, o'z bilganingiz boshidan gapiravering. Ha, bu 10 kilovatli generatorimiz. 10 kilovatli generatorimiz bu ham avirlik avtomat hisoblanadi. Hop, buni qulaylik tomoni hajmi kichkinaligi, xonadonlar. Xonadonlarga bo'laveradi. Ishlashi katta generatorlar bilan bir xil, ha, deyarli bir xil. Bu ham dizelniy hisoblanadi. Buni rasxoti soatiga 1-1,5 litr atrofida dizel rasxot qiladi soatiga. Soatiga? Dizelniy. Bu ham avtomat hisoblanadi, o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Xo'p, bu ham 220 ga, mana 220 ga ishlaydi. Xohlasangiz 380 ham chiqarib beradi. 380 ga qilsa, misol rasxot ko'payadi-da? Albatta. 380 ga qilsangiz ham, albatta ko'payadi. Elegant firmamizdan bu ham o'zimizning mahsulot. Xitoyda original terib yig'ib sizlar olib kelgan zavoddan qilingan, shumka qilingan. Buni qulayligi xonadonga qo'yganingizda ovozi pastroq bo'ladi. Shunaqa. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana bunimiz 5 kilovatlik tvijogimiz. Ular endi hamma biladi, el buni taniydi yaxshi. 5 kilovatlik. Juda ko'pchilik ishlatadi. Bu ochiq variant hisoblanadi. Ovozi balandroq. Endi buni undan ko'ra ovozi past shumkali deganimiz, ko'rib turishingiz mumkin. Mana shumkalari qilingan. Shumka qilingan, bunday qoplama bilan qoplangan. Ovoz ishlarigacha ko'rsatsam, mana bunday shumka qilingan ekan akalar. Xo'p. Tushunarli. Mana endi haligi uncha tushunmaganlar uchun ham ma'lumot. Mana buni juda bir qiyin jihati yo'q. Mana 220 tomonga olib qo'ysa 220 volt chiqaradi. 380 tomonga olib qo'ysa 380 volt chiqaradi. Xo'p. Buni nozik bir qandaydir ishlab chiqarishi bor yoki uyda shu kichkina bir trikatachi bor. Shunaqa insonlar uchun qulay tomoni svet o'chib qoldi demaydi. Doimiy svetini ta'minlab turadi. Rasxoti ham deyarli unaqa ko'p emas. Xonadon uchun bemalol qo'yishlari mumkin. O'zi bo'lmagan taqdirda ham, misol uchun ko'p joylarda ayollar xizmat qiladi, ayollar. To'g'ri. Shuning uchun erkaklar yo'q joylarda ham bu bemalol asqatadi. Sababi erkak kishi bo'lmasa ham o'zi yonadi, o'zi o'chadi. Bunga faqat shu saralkasini quyib qo'ysa bo'ladi. Bunda ham dastavka, ustanovka, avtol moylari hammasi ichida, narxini ichida qilib beramiz. Xo'p, nech pul aka narxini endi? Hozirgi kunda o'rtacha narxi $2000. $2000. Xo'p, tushunarli. Aka, sizlarda kelgan suv nasoslari ham bor ekan-a? Albatta. Mana suv nasoslarini ko'rsatsak, baliq ko'li bolalar yoki dehqonchilik, fermer xo'jalik bilan shug'ullanadiganlar uchun hozirgi kunda mana o'zimizda Anjanka deb qo'yadi. Anjanka Xitoydan keltirilgan, Xitoy zavodi. Bular ham dizelga yuradi. Rasxoti soatiga 1 litr, 1,5 litr atrofida rasxot qiladi. Endi buni xo'p, endi aka bitta savol. 1 litr rasxot qilib necha tonna suv olib bera oladi? Bu soatiga 400 kuba. Mana ko'rib turishingiz 400 kuba degani 400 tonna-da. 200lik, 200lik pompamiz bu. Bu hozir bu holatga remen qo'yiladi. Tayyor holat hisoblanadi. 200 kuba va 400 kuba suv chiqaradi soatiga. Ko'rishingiz mumkin, mana bu ma'lumot berilgan. Soatiga mana 400 kuba suv chiqaradi.
elektr quvvatiga ishlaydigan motorlar uchun 11 kilovatlik 11 kilovat. motor qo'yish mumkin yoki undan ko'ra quvvati balandroq motor qo'yishligi kerak bo'ladi. Xo'p, tushunarli aka. Xohlasa buni dinam deymiz, mana hali aytib o'tganimizdek, dinam qo'yib turib 10 kilovatlik generator qilishingiz mumkin. Manjaka motorga orqasiga generator qo'yiladi, dinam qo'yiladi. Quvvati 380 ga ham ishlaydi. 10 kilovat quvvat chiqaradi. Shunaqa qilib generator qilib ishlatishligi ham mumkin. Tushunarli aka. Bularimiz narxi nech pul aka endi? Bularda hozirgi kunda o'rtacha narxi motorni o'zi $500 atrofida. Agar pompa, rama, shunga o'xshagan komplekt narsalar bilan bo'ladigan bo'lsa, $800 atrofida bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Endi uni oluvchi mijozni keraklik qo'shimcha narsalarga qarab baholanadi. Tushunarli. Kelib bemalol murojaat qilaverasizlar, telefon qilasizlar. Kelib, ko'rib, o'zingizlar ham ko'zingizlar bilan ko'rib, akalarimiz ishlatib ham berasizlar aka. Albatta, yurgizib Yurgizib hamma narsani, generatorlarni ham hammasini yurgizib, ishlatib, qanday ishlashini to'liq ma'lumotlar beriladi. Tushuntirib berishadi. Generatorlarimizga 1 yil servis garantiyasi bor. 1 yil ichida ustalarimiz o'zlari xabar oladi. Oy davomida aloqaga chiqishib, ularni avtolo yoki shunga o'xshagan boshqa bir kerakli muhim tomonlarni doimiy savol-javob qilishadi. Bizda yana qo'shimcha yana bir imkoniyat. Agar Xitoydan qanaqadir bir texnika, shunga o'xshagan qanaqadir stanokmi yoki shunga o'xshagan bir buyum yoki bir jihoz olib kelishda yoki olib keltirishda niyat qilganlar yoki istaganlar bo'lsa, bemalol mana pastda raqam qoldirsangiz, shu raqamga murojaat qilishsa, Xitoydan o'sha istagan texnikasini olib kelib berish imkoniyati bor bizda. Tushunarli. Albatta shartnoma asosida olib kelib berasizlar, aka. Shartnoma asosida olib kelib berishadi. Xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar bemalol. Yana bir marta mana ko'rsatib o'taman, mana yaqinoqdan Charimxo. Center Charimxo. Yo'lda ham to'liq videosini qo'yib qo'yaman, to'liq tushuntirib beraman. Reklamamiz bor. O'sha tashqari tomondan chiqqan. Birodarlar, bu joyda manzilini to'liq aytsa, mana to'liq video shaklida qoldiryapman. Bu mana Andijon xalqaro aeroport yo'li ekan. Mana bu yog'i mana bu tomon Andijondan kelishda. Kelsanglar, unaqa zinay bor. Zinaydan shunday nazorat qilib shunday kelsanglar, mana shu yerda mana shu Charimxo Elegant shu magazinga shunday kiraverasizlar.